Mashina rostakasim BMW X7 ga o'xshadi. Nimagaligini video davomida bilib olasizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, bitta qiziqarli faktga to'xtalaman. BMW kompaniyasi Mercedes bilan 100 yildan beri raqobat qilar ekan. Ikkalovi ham Germaniyada joylashgan, ikkalovi ham bitta millatdagi odamlarga taalluqli bo'lgan kompaniyalar. Qiziqarlisi, sog'lom raqobat bo'lsa, butun boshli dunyoni o'ziga qarata olish imkoniyati bor ekan. Milliardlagan dollarlarni o'sha davlatga olib kirsa bo'lar ekan. Bizning O'zbekistonimizda ham shunaqa katta kompaniyalar barpo bo'lishini niyat qildim. Sizlar ham shu narsani niyat qilgan bo'lsanglar, butun dunyodagi milliardlarni O'zbekistonga kirib kelishini xohlasanglar, albatta yoqish tugmasini xolis bosib qo'yasizlar. BMW X7 avtomobiliga qilingan ishlarimiz haqida birma-bir to'xtalamiz. Sizlarning ham shunaqa qimmatbaho avtomobilinglar bo'lsa, arzon avtomobilinglar bo'lsa ham, shu videoda aytib o'tiladigan xizmatlarga zarurat tug'ilsa, Comfort Tuning jamoasi sizlarni xizmatingizda. BMW X7 avtomobilini olib kelgan qadrdonimiz Surxondaryodan keldilar. Mashinaning holati juda ham kir yomon edi, chiziqlari ko'p edi. Mashinani birinchi bo'lib shuma izolyatsiyasi haqida gaplashdik. 4 teshikni shuma izolyatsiya qildirmoqchiman, aka. Obshivkasidan chiqayotgan tovushlar menga yoqmayapti. Mashinani yaqinda qabul qiluvdim. O'zim uchun bitta qaratib olay dedilar. Keyin o'zingizdan qolar gap yo'q, aka. Men sizni ko'p yildan beri kuzatib, sizga ishonch bildirib, mashinamni olib keldim. Yana nima tavsiyalar berasiz dedilar. $1000 qildirmoqchi bo'lgan ishlarini $4000 ko'tarib qo'ydik. Qoyilmisizlar? Kimdir kommentariyada yozishi mumkin, insofing bormi? $1000 qildirmoqchi bo'lgan odamdan nimaga $4000 olyapsan deb qiziqsanglar, agar qalbingizda sal nimadir o'ynab ketgan bo'lsa, jahlinglar chiqqan bo'lsa, nima uchun $4000 ga yaqin pul olganimizni video davomida bilib olasizlar. BMW X7 bo'ladi-yu, mashinani kuzovi matviy holatga kelib qoladimi? Endi bunaqa mashinaga yarashmaydi-da. Buning uchun birinchi o'rinda mashinani polirovka qilishlikni kelishdik. Polirovkani o'zi bunaqa avtomobillarga $300 gacha qilinadi mashinani holatiga qarab. Bu degani shu 3.600.000 so'm atrofida mashina mana shunaqa yaltiroq holatga o'zgartiriladi. Kuzovidagi har xil chiziqlar yo'qoladi, faqat o'tkir kraskasi ko'chgan kuzovlarni polirovka xizmatida yo'qotib bo'lmaydi. Ana undan keyin mashinani holati uzoq yil yaxshi saqlanib turishlik uchun butun kuzovi himoya qoplamasi bilan qoplanishi kerak bo'ladi. Shunda haqiqatan avtomobil yaxshi saqlanib qoladi. Mahsulot sifatiga 5 yil kafolat ishlab chiqaruvchilar tomonidan berilgan himoya qoplamasini sifatiga. Biz esa xizmatimiz sifatiga 1 yil kafolat beramiz. 1 yil davomida Xudo ko'rsatmasin, qaysidir detallar, mayli, kichkina detallar ham sal qirib qo'ysanglar ham, ishqalanish paydo bo'lsa ham, Xudo ko'rsatmasin, kelsanglar 1 yil davomida aynan shunaqa kichkina detallarni bepulga almashtirib berishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi mashina himoya qoplamasidan keyin har xil lattalar bilan ishqalanganda ham yoki bo'lmasam moykada avto yuvish shoxobchasida ishlaydigan qadrli yurtdoshlarimiz adashib qattiq lattalarda artib qo'yishganda paydo bo'ladigan chiziqlar ham kuzovdan yo'qoladi. Mashina har doim shunaqa ko'rkam, yaxshi, jiddiy ko'rinishda saqlanib qoladi. Mashinaning kuzovi to'liq himoyalanadi. Polirovkaga keladigan bo'lsak, yaxshi 3 etapli polirovka qilinadi. Pudralari ham, mashinaning rangi ham to'la-to'kis ochiladi. Yana bu mashinamizni shuma izolyatsiya xizmatlariga to'xtaladigan bo'lsak, mashina to'liq sochilib, hamma detallari boshqatdan zavoddan qandoq chiqqan bo'lsa, xuddi shunday yig'ilgan. Hamma burchakdagi detallari yechilib, patologiyadagi panorama lyuklari ham yechilib, hamma taqir-tuqur joylariga kerakli narsalar yopishtirilib, shovqinsizlantirildi. Asosiy muammo bu mashinada xuddi shu edi. Shovqinlar yoqmayotgan edi, g'ichir-g'ichir tovushlar yoqmayotgan edi. Mashinani to'liq sochib, boshqatdan ideal qilib yig'ib berganmiz. Yana
bu mashinamizni shuma izolyatsiya jarayonida meni o'ylantirgan narsalardan bittasi bu obshivkadagi cho'ntaklar, karmashkalar, podstakanniklar edi. Stakan qo'yadigan, bakalashka idish qo'yadigan narsalar edi. Buni biza 15 yillik tajribaga ega bo'lgan, charm ustasi bo'lgan, chexol ustasi bo'lgan qadrdonimiz bilan maslahatlashdik. Jigarim, bu mashina premium darajadagi yaxshi mashina. Cho'ntaklariga nimadir ixtiro qilmasak bo'lmaydi, dedik. Aka, muammo yo'q. Alikantarani olib kelamiz, qilamiz. Ana undan keyin plastmassani taqir-tuqir ovozi chiqmaydi. Boshqacha ovoz chiqadi. Ya'ni yoqimsiz ovoz paydo bo'lmaydi. Narsa qo'yib qo'yganda ham, yoqqa bu yoqqa yurganda qirt qirt degan ovozlar chiqmaydi deb turib, mana shunaqa yechim qilganmiz. Bu mashinani torpedka qismini ham chochib, zazorlarni o'zidek qilib yig'ganmiz. Boshida akam rosa xavotir oldilar. Chunki bizani servisimizga faqatgina bizani nomimizni eshitib kelgan edilar. Hali xizmat qildirmagan edilar. Undan keyin biz bu akamizning mashinalarini, jarayonlarini отчет qilib Telegramdan tashab, akam bunaqa bo'lyapti. Mashinadan xavotir olmang. Bu oddiy temir dedik-ku, lekin yengisi 150 ming dollar atrofida turadigan temirligini his qilganlaridan keyin yaxshiroq qilib beringlar dedilar. Shuma izolyatsiyani yaxshi qilib bitirib berganmiz. Bunaqa mashinalarni charm ishlari ham o'ziga xos ishlar hisoblanadi. Odatda bunaqa ishlar BMW, Mercedes yoki bo'lmasam ko'p shunaqa luxury, premium avtomobillarni charm ishlari noodatiy ish hisoblanadi. Qo'l mehnati hisoblanadi. Shuning uchun polikiga nazar soladigan bo'lsak, charmdan tayyorlangan. Sizlarni ham shunaqa yuqori darajadagi mehmonlarni olib yuradigan, qadrli ota-onalarning xizmatini qiladigan mana shunaqa avtomobillar bo'lsa, sizlarda bozordagi poliklardan ko'nglingiz to'lmayotgan bo'lsa, xuddi shunaqa buyurtma asosida barcha avtomobillarga shunaqa zo'r ko'rinib turadigan poliklarni qo'lda to'qib, tikib tayyorlab berishimiz mumkin bo'ladi. Hattoki o'rindiqlarni ham zakazga, buyurtmaga xos boshqacha dizaynda ko'zalar bilan qoplab berishimiz mumkin bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar. Shuma izolyatsiyaga to'xtaladigan bo'lsak, bu avtomobilni shovqinsizlantirish xizmatimiz 12 million so'mdan boshlanadi. 1000 dollar atrofida bo'ladi. Chunki javobgarlik bor, tavakkul bor. Buni chochgandan keyin qaytib ideal qilish, yig'ish degan mas'uliyat bor. Shuning uchun shunaqa summadan boshlanadi. Vaziyatga qarab materiallarni qimmatlash ehtimoli ham bor. Undan sal qimmatroq ham bo'ladi, lekin arzon bo'lishi qiyin masala. Bu avtomobilimizni shunaqa xizmatlarini qilib, oldi peshoynaga quyosh issiqligini to'sadigan plyonka yopishtirib berganmiz, hamda tashqari tomondan mayda zarbalardan ehtiyot bo'lib turishligi uchun, kichkina toshlar teganda lobovoy chaqnab sinib ketmasligi uchun tashqi tomondan himoya qoplamasini yopishtirib berganmiz. Va bu avtomobilda bo'lish kerak bo'lgan narsalardan bittasi bu narsa tokli zina, elektronniy parokdir. Chunki avtomobil haybati balandroq, pastdan kuzovi teparoq, mashinaga chiqib tushlikda oyoqni teparoq ko'tarish kerak. Shuning uchun bunga elektronniy zina bo'lsa, bundoq kelib, bitta oyoqchani qo'yib, bismillah deb mazza qilib o'tirib mashinani boshqarib ketaverasizlar. Buning uchun elektronniy parok kerak. Eshikni yopsanglar, yig'ilib oladi. Eshikni ochsanglar, manga oyog'ingni qo'y deb tushib keladi. Shunda sizlar bundoq tushib kelasizlar. Buni har xil varianti bor. Biz bu akamizga 700 dollar atrofida sotiladigan zinani qo'yib berganmiz. Va albatta Xitoydan keladi. Xitoyda shunaqa zavodlar bor. Deyarli barcha elektronniy parok, tokli zina tushadigan avtomobillarning hammasiga shunaqa zinalar ishlab chiqaradi. Qo'yib berish xizmatimiz 150 dollar atrofida bo'ladi. Menimcha hamma narsalarning narx-navosini aytdim. Polniy kuzov broni plyonkaga to'xtaladigan bo'lsak, bunaqa avtomobillarga 1800 dollardan 2500 dollargacha tashqi kuzovini broni plyonka qildirsanglar bo'ladi. Hamma narsa haqida ma'lumotlarni aniq-tiniq oldinglar. Ana endi akam
Surxondaryoda mashinani dadil, chiroyli ko'rinishda, chaqnagan holatida, yarqiragan holatida mazza qilib haydab yuradilar. Akalar, bu mashinaga bunaqa holatga kelishiga, bitta narsa qolib ketibdi-yu, ukam, ximchiski, kimyoviy tozalash ishlari to'liq salonda ko'rsatilgan, hamma detallari matbuiy holatga, o'zini yaxshi tiniq holatiga keltirilgan, hamma hattoki kojalarini chokidagi changlar ham yaxshilab tozalangan. Qo'shimchasiga motor chistga qilingan. Motorini chistga qilib, buni ham yuvib, chayib, mashinani yaxshi holatga keltirganmiz. Qalay. Mashina endi rostigasim juda chiroyli holatga keldi. Akamiz har safar mashinaga o'tirmoqchi bo'lsalar, endi tezroq o'tirishni xohlayveradilar-da. Qani edi shu mashinamga tezroq o'tirib ishlarimni tez bitirib tashlasam deb o'ylaydilar. Endi nimaga Surxondaryodan Toshkentga keldilar? Nimaga Surxondaryoda qildirmadilar degan savol bor bu yerda. Bu savolning javobi men o'zi ustaman, ustalarni hurmat qilaman, yaxshi ko'raman, ustachilikdan shu holatga yetib kelgan bitta shaxsiyatman. Hammasi Allohning izni bilan. Surxondaryodagi qilinayotgan xizmatlardan qaysidir ma'noda akamizni shubhalangan bo'lishlari mumkin. Mashinamni ishlarini hammasi bitta joyda bitmaydi. Bitta joyda bironli plonka qilinsa, ikkinchi servisga borib sho'moizolyatsiya qildiraman degan xayollarga borgan bo'lishlari mumkin. Va yana mashinamni chochgandan keyin ideal qilib yig'ib berila oladimi degan savol paydo bo'lgan. Shuning uchun katta niyat bilan, yaxshi niyat bilan bizning servisga keldilar. Xudoga shukr, akamizning ishlarini xohlagan, so'ragan hamma ishlarini ideal qilib bitirib berdik. Bu ishlar Surxondaryoda yoki Qashqadaryoda yoki butun O'zbekistonda hamma joyda yaxshi bitishi uchun mana shu videoda aytib o'tilgan ishlarni hammasiga o'quv kurslarimiz bor. Faqat to'lovli bo'ladi. Shu paytgacha ham to'lovsiz 300 taga yaqin odamni ishlatib ko'rganmiz, lekin natija yaxshi bo'lmagan. Aksincha, to'lov asosida o'rganayotgan bolalar mas'uliyatni his qilgan, tezroq o'rgangan, tezroq u pulni chiqarish uchun yaxshi mehnat qilishyapti. Hozirgacha 10 ga yaqin to'lov qilib o'rganayotgan bolalarda natija ko'rganmiz. Sizlar ham mana shu videoda aytib o'tilgan broneplyonka, tonirovka, polirovka, keramika, ximchiska, sho'moizolyatsiya, programma, proshivka shunaqa ishlarni o'rganmoqchi bo'lsanglar, albatta 97 kodi bilan 734 0303 raqamiga murojaat qilsanglar, pul to'lab o'rgansanglar bo'ladi. Batafsil o'sha telefonga aloqaga chiqqaningizda aytib o'tamiz. Sizlarni shunaqa yaxshi mashinanglar bo'lsa, oddiy mashinanglar bo'lsa ham farqi yo'q. Mana bu yerda Gentra turibdi, Lexus turibdi, anta katta Zikr X9 turibdi. Farqi yo'q mashinani. Hamma mashinanglarni chiroyli qilib bitirib berishimiz mumkin bo'ladi. Ishlarni sifatli qilib, xizmatlarni har bittasiga kafolat beramiz. Salonini, kojalarini qoplattirmoqchi bo'lgan akalar ham bemalol murojaat qilaveringlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Eng yaxshi salomlashish, eng yaxshi xayrlashish. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sog' bo'linglar.